Hozirgi bemorimiz burundan nafas olishga qiynalgan va anginlarida muammo bor ekan. Rema probasi 350 aslo chiqib ketgan. Bunaqa paytda adenoid olinayotganda adenoid bilan birgalikda bodomchi bezini ham olishimiz shart, chunki ko'rsatma bor. Rema probasida aslo baland chiqadi. To keyinchalik bu pochkasiga, oyog'iga revmatizm chaqirmaslik uchun sog'lom paytda baland chiqsa olib tashlash kerak. Tak, mana xudo xolasa bodomchi bezini olib tashladik. Mana ko'ryapsizlar, bodomchi bezi. Endi adenoidni olib tashlaymiz, boshladik. Adenoid va bodomchi bezini olib tashladik. Hammasi zo'r. Rahmat hammaga. Xudo xolasa burunlar yaxshi nafas oladi va angina ham bezovta qilmaydi. To'liq kapsulasini olib tashladik. Rahmat.